Ming yillardan beri yonib turib kelayotgan muqaddas olov o'chib qoldi. Yulduzlar yomg'ir bo'lib yog'moqda. Kisroning qasri qulab tushyapti. Buning ma'nosi nima? Alloh barcha olamlarga rahmat qilib yuborgan zot yer yuzida tug'ilish arafasida edilar. O'sha muborak kunda, o'sha muborak ayol insoniyatning eng sharaflisi, barcha maxluqotlarning eng yaxshisi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni dunyoga keltirish arafasida edi. Tanlangan bolaning tanlangan onasi. U oliyjanob, saxiy va pok ayol edi. Turmushiga hali ko'p bo'lmay eridan ayrilgan, farzandi esa tug'ilmay turib yetim qolgan. Bu mukammal insoniy xulq atvorga ega eng sevimli elchi bu dunyoyu u dunyoda